Qizim, eringni qanday qilib mehnat qilib pul topayotganini ko'ryapsanmi? Axir u ham odam-u, damog'isi kelar uni ham. O'ziga qolsa, senlar yo'q bo'lsang, shu ishlarni qilarmidi? Bir burda nonga qorni to'yadi-da kuyovimni. Dada, kuyovingiz bilan ajrashaman. Meni kimga berdingiz? Tushunmadim gapingga. Men dugonalarim bilan gapda o'tirganda uyalaman. Na tilla taqinchoq olib bermasa, na sayohatga olib bormasa, dugonalarimni hayotiga havas qilib charchadim. Bo'ldi, ajrashaman. Meni majburlamang, dada. Qizim, baxt deganda sen shu narsalarni tushunasanmi? Yur, seni bir joyga olib boraman. To'g'ri, tilla taqinchoq olib bera olmayotgandir, sayohatga olib chiqa olmayotgandir, lekin qachon qorning och holatda uxlading yoki kiyimsizligingdan ko'chaga chiqishga uyalding, qizim? Kuyovim senga biror marta xiyonat qildimi? Yo'q. Yoki xafa qilib kamsitdimi? Yo'q. Endi aytchi, qaysi aybini bo'yniga qo'yib seni ajratib olaman?